Avtomat korobkani nima o'ldiradi? Agar sizga har safar svetofor oldiga kelganingizda korobkani drivedan neytralga o'tkazishingiz korobkani o'ldiradi deyishayotgan bo'lsa, bekorga boshingizni og'ritishyapti. Agar har doim to'xtaganingizda drivedan neytralga olmasdan drive o'zida turishingiz, tormozni bosib turishingiz korobkangizni o'ldiryapti desa, unda ham boshingizni og'ritishyapti. Agar sizga tepalikdan tushayotganingizda doimiy neytralkaga qo'yib tushishingiz korobkani o'ldiradi deyishayotgan bo'lsa, unda ham boshingizni og'ritishyapti. O'zi avtomat korobkani nima o'ldiradi? Hozir 3 ta sababini aytib o'taman. Birinchi sabab bukserga olishingiz, ya'ni avtomat korobkali avtomobilingizda boshqa avtomobilni tortishingiz. Shuning uchun bukserga olishni unuting. Juda yordam berish xohlayotgan bo'lsangiz, evakuator pulini to'lab bering, chunki avtomat korobkangiz buzilsa, sizga ancha qimmatga tushadi. Ikkinchi sababi, bu joyda botib qolganingizda yarim soatlab mashinani qiynab o'sha botqoqdan chiqmoqchi bo'lsangiz, korobkangizni katta ehtimol bilan ketkizib qo'yasiz. Undan ko'ra mashina chaqirib torttirib chiqarganingiz yaxshiroq. Uchinchi sababi, korobkani moyini almashtirayotgan usta agarda strushka bilan korobka moy tushadigan bo'lsa, sizga aytmasdan ustiga boshqa moy quyib yuborishi korobkangizni charchashiga sabab bo'ladi. Tabiiyki, avtomat korobkaga qaysi moyni quyganim yaxshiroq degan savol bo'ladi. Sizlarga Castrol moyi tavsiya qilaman. Bu kompaniya 126 yillik tarixga ega, shuning uchun ham moylari sifatli. Bemalol quysangiz bo'ladi. Biz o'zimizning servisimizda ham ancha-muncha mashinaga shu moydan quyib sinaganmiz. Umuman muammo bo'lmaydi, yaxshi ishlab beradi. Mana bu joyda stikerlari ham bor, shunisiga e'tibor bering. Shuni o'chirib turib 7002 ga SMS qilib yuborsangiz, ichidagi raqamni sizga original moy sotib olganingiz haqida xabar ham beriladi. Ya'ni original moyni shu yerdan farqlab olsangiz bo'ladi. Buni poddelkalari ko'p. Yaxshi narsani har doim poddelkasi bo'lgandek, Castrolda ham poddelkalari ko'p. Shuni farqlab olishingiz uchun alohida mana shunaqa stiker qilib ketilgan. Ma'lumotlarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, o'shani qizilni qizartirib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Omonat dunyoda omon bo'ling.